Tam velosiped mindi. Mən şənbə günügə bək omraq. Çünki şənbə günü kelsələr, inna bilan hər xil oyunlarını oynayalayman. Ding dong. İşik qoңғырqını anlığandan keyin aldırab işikni açmoqchi boldim. Mən açay. Inna mağa əgişib arqamdan tovladi. Yugo bilan dadisi kelgan edi. Ular meni billa velosiped minishga chaqirib kepti. Tom, kela bir narsa ko'rsatay. Yugo menga qo'l ishorasi qildi. Qara, mening velosipedim, dedi Yugo velosipedga mingach. Bek tez mongdi. Yugo tehi beshiga kaska kiyib olgan edi. Vah, yangi velosipeding ajab chiroyli ekan. Yugoning velosipedi haqiqatan qaltiskan. Yana velosipedning tutqichida qo'ng'iroq bor ekan. Keyinchaqqa qo'shimcha kichik choqmi o'rnatilmabdi. Bu haqiqatan cho'nglar mindigan velosiped ekan. Tom, sen velosipedingni mingina, billa aylanib kelayli. Men Yugoning velosipediga qarab, o'zimning velosipedini o'ylab qoldim. Men qo'rsqim og'irdi deb mong'il unamadim. Ma'qul amsa, boshqa kuni ko'rishayli. Yugo shundoq deb qaltis velosipedini haydaguncha ketib qoldi. Men uningga qo'l pulanglatdim. Ko'nglim nihoyatda yerim bo'ldi. Dadam meningcha nimishqa Yugo bilan velosiped mingili bormaganligimni faraz qilib bo'ldi. O'zimning velosipedi azroqmi no'ch ko'rinmadi. Bo'libmi keyindagi ashu ikki kichik chaqi. Mening uni hozirlab buzib etkim keldi. Yugo'ninkidek velosiped ondan haqiqiy velosiped bo'lmamdi. Dadam kelib, "Tam, bu ikki kichik chaqni ilib etgan kelyapamdi. Biroq siz menga velosiped minishni o'rgatib qo'ymasangiz bo'lmaydi. Amsi biz hozirla sinab baqayli. Tayyor bo'ldingmi? Esingda bo'lsin. Cho'qim oldinga qarab, ondan rolni ching tut." Men pedalni kuchayib tortdim. Biroq velosiped heli o'ngga, heli so'lga qiyshib ketyotdi. Men velosiped bilan tangli palaq qilib yiqilib ketdim. Dadam yugurib yonimga keldi. "Nihoyat yaxshi, Tom. Bayam o'zing xili bir yergacha haydading." Biroq men dadamning menga tasalli berib shundoq davatganligini bilaman. Velosiped minish aslida uncha oson emas ekan. "Ümidsizlanma, Tom," dedi onam. "Har kuni ozroq vaqt chiqarib mashq qilsang, bu hafta oxiri cho'qim Yugo bilan velosiped minib sayl qilg'ili bora olaysan." Dadam meni ilhomlantirib, "Sen velosiped minishni birla o'rganib olsang, hargiz unutib qolmaysan," dedi. Dushanba. Men velosiped mindim. Putim ozroq titrab, rolni ikki qo'limda ching tutdim. "Qo'rqma, Tom, oldinga qara." Seshanba. Men o'zim yo'lga chiqa oladigan bo'ldim. Biroq dadam yanala meni tutib mangdi. "Tom, rolni yaxshi boshqur." Chorshanba. Men tormozlashni o'rgandim. Payshanba. Dadam kaynimdan yugurib hasirab ketdi, chunki men borgan sari tez haydaydigan bo'lib ketdim. "Yaraysan, Tom, seni tutmasammi bo'lg'udak." Bugun velosiped mingan vaqtimda dadam meni tutib olmadi. Men ozroq jiddiylashdim. Pedalni to'xtamay tepib, rolni ching tutib oldimga qaradim. "Voh, g'alaba qildim." Men tovlab ketdim. "Ana, inna, qaranglar, men o'zim velosiped minalaydigan bo'ldim. Darhol Yugo'ga telefon beringlar." Shanba tushdan keyin Yugo bilan uning singlisi velosiped haydab uyimizga keldi. Biz billa velosiped haydab sayl qilib kelmoqchi bo'ldik. Innamo biz bilan billa bordi. Dadam menga kaska ilib berdi. Yana tehi dengiz qaroqchilarining belgi bayrog'ini velosipedimning keyniga qistirib qo'ydi. Yugo bilan ikkimiz bir rat bo'lib velosiped haydadik. Men uning navri singlisining velosipedining kichik chaqiga qaradim. U bek kulkilik tuyuldi.
Yugo manga nevri singlisining yiqilib ketishdan ansirab, kichik chaqni ilib etmaganligini aytib berdi. Dönge yamışış odamni haqiqatan hardirib qo'ydi ekan. Yugo manga qaraganda usta edi. Men uning orqasidan mengib pedalni kuchab tepdim. Biroq do'ngdan tushadigan vaqtda chempionlik navbati menga keldi. Velosipedni ushqandek haydadim. Tuyuqsiz gulibida yiqildim. Men tormozlagan edim-g'o. Dadam darhol kelib so'rdi. Tam birer yerin ağrımağandı. Yo'q dada, biroq dengiz qaroqchilarining belgi bayrog'i sunib ketdi.